Bugun sizlar bilan juda ham mazali va foydali grechka palov tayyorlaymiz. 400 gram mol yoki qo'y go'shtini maydaroq qilib to'g'rab, qizib turgan yog'da qovurib olamiz. Go'shtni seli ketganidan keyin piyozlarni solib, tillaranga kirgungacha qovuramiz. Kartoshka sabzi, ketidan 3 xil bulg'or qalampiri va 1 qoshiq tomat pastasi solib, 5-6 daqiqa davomida qovurib suv solamiz. Tuz va ziravorlar berib, 40 daqiqaga dimlab qo'yamiz. 1 kilogram grechkani iliq suvda yaxshilab yuvamiz va tayyor bo'lgan zirvagimizga solamiz. 12 gram tuz va 1 stakan suv solamiz. Ovqatimiz yanada mazaliroq bo'lishi uchun ozgina sariyog' solib, yarim soatga dimlab qo'yamiz. Ovqatimiz pishganidan keyin ustidan ko'katlarni solib, yaxshilab aralashtiramiz. Qarabsizki, ishtaha ochar, juda ham mazali, eng muhimi foydali grechka palovimiz tayyor. Siz ham albatta bu usulda tayyorlab ko'rsangiz, eskilarini aniq esingizdan chiqarasiz. Video foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib qo'ysangiz juda ham xursand bo'laman. Videoni esa eng yaqinlaringizga yuborib qo'ying.